qanday qilib tushyapti biz? Men o'zim Rossiyada migrant bo'lib bir 10 yil oshiq ishladim. Qurilishlarda ishlab, ya'ni kelaman, endi bormayman deb kelaman, yana ish qovushmay yana ketaman. O'zbekistonda ham ancha sharoitlar, mana bunaqangi ishlab chiqarishlik sharoitlar qilinganidan foydalanib, men ham ozgina harakat qilib ko'rdim. Qarasam, Xudoga shukr, yaxshi ishlar qovushib, rivojlanib ketdi. Mana hozirgi kunda o'sha bedanachilik bilan muntazam shug'ullanib turibmiz. Borgan sari, ya'ni buni hajmini, ish ob'yomini kattalashtirib, ko'paytirib turibmiz. Demak, shu yerda ham ishlab topsa bo'lar ekan, shu yerda ham yaxshiroq daromad qilsa bo'lar ekan, harakat qilib izlanilsa, ozgina qiyinchiliklarga sabr qilinsa, ishlar xudo xohlasa yurib ketar ekan. O'sha mana 9000 atrofida bedana qo'yib, mana 6500 atrofida, hali 7000 dan ham o'tdi tuxumlar. Ya'ni bir 15 million sof daromad menimcha yomon emas hozirgi kunda. Bu oilamiz bilan, bola chaqa bilan ishlab topib turibmiz shuni. Ishlarni yo'lga qo'yganimizni ko'rib, mana mahallada hokim yordamchisi bor ekan, o'sha ukamiz bilan birgalikda hozir bir reja qilib turibmiz. Mahalladagi o'sha qiynalgan oilalarga bir mingtadan bedana qilib berib, ularni ham shu ishga o'rgatib, yo'lga qo'yishlikni rejalashtirib, shu kunlarda o'shani harakatida bo'lib turibmiz. Yangi Namangan tumani Yoshlik mahallasi hokim yordamchisiman, ismim Mirzohid. Mahallada 10 mingga yaqin aholimiz bor. Hozirgi kunda xonadonda bedanachilikni tashkil qilish bo'yicha ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Tadbirkorimizga hozir mana 10 mingga yaqin bedanamiz bor. Kunlik buni asosiy tuxumga boqadilar. Hozircha tuxumlar o'sha 6,5 mingga yaqin tuxum olyaptilar. Buni daromadi o'ziga yarasha. Prezidentimizning qaror va farmonlariga muvofiq xonadonlarni kasanachilikka o'rgatib kelmoqdamiz. Hozirgi kunda 100 donadan berib namuna sifatida boshladik. Buni maqsadimiz xudo xolasa mana oy yakuniga qadar 1000 donadan tarqatish niyatimiz bor. Tadbirkor bilan niyat qilganmiz. Aholini daromadli qilib, bedanachilikni rivojlantirish oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz.